Hozirgacha mana Sovet tuzumini maqtaydiganlar chalkashadi. Hamma narsa zo'r edi, tekin edi. Hech qanaqangi tekin emas. Seni mehnating evaziga, mamlakatni boyliklarini ayovsiz tashish evaziga, Orol dengizimizni quritishga, millatni genofondiga ta'sir qilish evaziga olib ketdi-ku. Senga berdik o'sha arzimas narsalarni. Ya'ni uy tekin uy bergan, tekin meditsina, hech narsa tekin bo'lmaydi bu dunyoda. Tekin berilmaydi. Shunchaki 10 ni olib, birini bergan. 10 dan olib ikkisini bergan, o'shani hozir tekin deb yuribdi ko'pchilik. Demak, bilmaydiki tekin narsa bu dunyoda bo'lmaydi. Hech bu tekin narsalarning badalini o'ylashimcha juda qimmatli narsalar bilan to'ladik. Qimmatli va narsalar. uni azobini va uni tovonini hali ham to'layapmiz. Hali ham to'layapmiz. Bu ekologiya bilan to'layapmiz. Millatni mana kasalligi bilan to'layapmiz. Qancha odamlarimiz manqurt bo'lib qoldi mana shuni ta'sirida. Fikrlamaydi. Juda ham haligi saviya past ko'pchilikni. Mana boya aytdik-ku, faqat asosan o'sha nima yengil-yelpi narsalarni ko'rishga odatlanib qolgan xalq. Yaxshiroq to'y qilsak bo'ldi, yaxshiroq bitta uyimiz bo'lsa bo'ldi. Asosiy nima prinsiplar bu bo'lish kerak emas-ku. Mana dunyoni qaranglar, taraqqiy qilgan dunyo xalqlari qanday yashayapti go'zal. Bu bunaqa nimalar bilan, ideallar bilan yashab bo'lmaydi-ku.